Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gaz yetkazish qariyalarga bepulmi yoki yo'qmi? 2026 yilda qayta hisoblash bo'ladimi? Kim pul to'laydi, kim imtiyoz oladi? Kim esa kutilmaganda qarzdor bo'lib qolishi mumkin? Bu masala faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, uyda keksa ota-onasi bilan yashayotganlarga, yolg'iz qariyalar holidan xabar olayotgan qarindoshlarga ham bevosita tegishli. Men ko'p ko'raman, odamlar qariyalarga gaz bepul ekan, pensioner bo'lsa to'lamasa ham bo'ladi. 2026 yilda hammasi kechiriladi. Hisoblagich bo'lmasa davlat o'zi yopadi degan gaplarga ishonib qolishadi. Natijada bir kuni gaz idorasidan qarzdorlik chiqadi, hisob qayta ko'riladi, jarima yoki qo'shimcha to'lov talab qilinadi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozir obuna bo'lib qo'ying, like bosing, chunki men bugun mavzuni oddiy tilda, lekin huquqiy va amaliy tomondan tushuntiraman. Avvalo eng asosiy savolga javob beraman. Qariyalarga gaz avtomatik ravishda bepulmi? Odatda yo'q. Faqat odam pensioner bo'lgani uchun, yoshi katta bo'lgani uchun yoki uyda yolg'iz yashagani uchun tabiiy gaz butunlay bepul bo'lib qolmaydi. Gaz kommunal xizmat hisoblanadi. U hisoblagich orqali yoki belgilangan norma orqali hisoblanadi va abonent nomiga to'lov chiqariladi. Lekin bu yerda muhim farq bor. Gazning o'zi bepul bo'lmasligi mumkin. Ammo ayrim toifadagi fuqarolarga kompensatsiya, subsidiya, imtiyoz, ijtimoiy yordam yoki kommunal xarajatlarni qoplash bo'yicha yordam berilishi mumkin. Mana odamlar ko'pincha shu ikki narsani aralashtirib yuboradi. Gaz bepul degani boshqa. Davlat yoki mahalla orqali qisman yordam beriladi degani boshqa. Oldin qanday edi? Avvallari ko'p joylarda hisob-kitoblar qo'lda yuritilgan, ayrim uylarda hisoblagich bo'lmagan, ayrimlar esa eski ma'lumotlar bilan to'lab kelgan. Masalan, uyda ro'yxatda 5 kishi turgan, lekin aslida 2 kishi yashagan. Yoki aksincha, ro'yxatda bitta pensioner turgan, lekin amalda uyda 4 kishi yashagan va gaz iste'moli ko'p bo'lgan. Bunday holatlarda gaz korxonalari keyinchalik tekshiruv o'tkazib, ma'lumotlarni yangilaydi, qayta hisoblash qiladi. Endi nima o'zgardi? Raqamlashtirish kuchaymoqda. Abonent bazalari, kadastr ma'lumotlari, hisoblagich ko'rsatkichlari, to'lovlar, qarzdorliklar va ba'zi hollarda yashovchilar soni bo'yicha ma'lumotlar solishtiriladi. 2026 yilga kelib kommunal xizmatlarda qayta hisoblash va ma'lumotlarni tozalash jarayoni yanada jiddiylashishi mumkin. Bu degani eski xatolar ko'rinib qoladi. Kimdir ortiqcha to'lagan bo'lsa, ariza bilan qaytarish yoki keyingi to'lovga o'tkazish masalasi ko'tarilishi mumkin. Kimdir kam to'lagan bo'lsa, qo'shimcha hisob-kitob chiqishi mumkin. Men sizga eng avvalo kimlar e'tiborli bo'lishi kerakligini aytaman. Birinchi toifa, uyda hisoblagich bo'lmagan yoki hisoblagichi ishlamayotgan fuqarolar. Agar gaz hisoblagichi bo'lmasa, iste'mol ko'pincha norma asosida hisoblanadi. Norma esa yashovchilar soni, gaz plitasi isitish moslamasi, uy turi, mavsum va boshqa mezonlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Shunda qariyaning o'zi men kam ishlataman, bir choy qaynataman xolos deb o'ylaydi. Lekin tizim unga norma bo'yicha hisob yozaveradi. Masalan, iqvakazi yoshli ona bir o'zi yashaydi. Uyda gaz plitasi bor, isitchisi alohida. Hisoblagich yo'q. U uyga real hayotda juda kam gaz ishlatadi. Lekin normativ bo'yicha unga ma'lum miqdorda to'lov chiqadi. Agar u men pensionerman to'lamasam ham bo'ladi deb taksidan oy to'lamasa, keyin qarzdorlik to'planib qoladi. Qarzdorlik 50 ming so'mdan boshlangan bo'lsa ham, oyma-oy yig'ilib 500 ming, 800 ming yoki undan ko'proqqa chiqishi mumkin. Eng yomoni odam qarzdorlikni kech biladi. Ikkinchi toifa, ro'yxatdagi yashovchilar soni noto'g'ri bo'lgan xonadonlar. Masalan, uyning egasi taqimchi 2 yoshli ota. Uning farzandlari boshqa shaharda yashaydi, lekin propiskada hamon shu uyda turadi. Gaz idorasi yoki kommunal bazada uyda 5 kishi ko'rsatilgan bo'lsa, ayrim hisob-kitoblar shunga qarab yurishi mumkin. Qariya esa amalda bir o'zi yashaydi. Bu holatda u ortiqcha hisoblanayotgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda men qariyaman, davlat ko'radi deb kutish kerak emas. Hujjat bilan murojaat qilish kerak. Aslida kim yashayapti, kim yashamayapti, hisob-kitob qanday bo'lyapti? Shuni aniqlashtirish zarur. Uchinchi toifa, gazdan isitish uchun foydalanadiganlar. Bu juda muhim. Plita uchun ishlatiladigan gaz bilan butun uyni isitadigan gaz hajmi bir xil emas. Iste'mol keskin oshadi, ayniqsa hovlili uyda. Eski qozon, eski isitish tizimi, issiqlik izolyatsiyasi yomon bo'lsa, gaz sarfi katta chiqadi. Pensioner odam o'tgan yil shuncha to'lagandim. Bu yil negadir ko'p deb hayron bo'ladi. Sabablar ko'p, tarif o'zgargan bo'lishi mumkin.
limit masalasi bo'lishi mumkin. Hisoblagich ko'rsatkichi to'g'ri olinmagan bo'lishi mumkin. Oldingi oylar bo'yicha qarzdorlik qo'shilgan bo'lishi mumkin yoki avvalgi davrda noto'g'ri hisoblangan summa qayta hisoblangan bo'lishi mumkin. To'rtinchi toifa imtiyozim bor deb o'ylaydigan, lekin uni rasmiylashtirmagan fuqarolar. Juda ko'p odamlar shunday xato qiladi. Masalan, yolg'iz pensioner nogironligi bor shaxs kam ta'minlangan oila yoki ijtimoiy reyestrga kiritilgan xonadon bo'lishi mumkin. Lekin imtiyoz yoki kompensatsiya avtomatik tushmagan bo'lsa, odamning o'zi mahalla, ijtimoiy himoya organlari yoki tegishli tashkilotlarga murojaat qilish kerak. Men bunga haqliman deyish yetarli emas. Tizimda ko'rinishi, hujjati bo'lishi, arizasi qabul qilinishi kerak. Endi kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi. Agar sizda gaz hisoblagich o'rnatilgan bo'lsa, u plombalangan bo'lsa, ko'rsatkichlar muntazam topshirilsa yoki masofadan o'qilsa, to'lovlarni vaqtida qilsangiz, shaxsiy kabinetingizda qarzdorlik yo'q bo'lsa, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, katta muammo chiqish ehtimoli ancha past. Lekin baribir kamida oyda bir marta hisobni tekshirish kerak. Chunki texnik xato bo'lishi mumkin, eski qarz qo'shilib qolishi mumkin. Siz to'lagan summa noto'g'ri abonent raqamiga tushib ketgan bo'lishi mumkin. Birinchi misol, Toshkent viloyatidagi hovlida yetim 6 yoshli ota yashaydi. Abonent nomi marhum ayoli nomida qolgan. Farzandlari gaz to'lovini telefondan qilib keladi. Bir kun qarzdorlik chiqadi. Tekshirilsa, to'lovlar boshqa abonent raqamiga ketgan. Uy egasi nomi yangilanmagan, hisoblagich ko'rsatkichi esa 2 oy noto'g'ri kiritilgan. Bu yerda muammo qariyalarga gaz bepul yoki bepul emasligida emas. Hujjat va abonent ma'lumotlarining tartibga keltirilmagan edi. Shuning uchun mulk egasi vafot etgan bo'lsa, meros, kadastr va abonent shartnomasini o'z vaqtida rasmiylashtirish kerak. Ikkinchi misol. Farg'onada tagbin yoshli ona bir o'zi yashaydi. Propiskada esa 2 o'g'li, kelini va nevaralari turadi. Ular Rossiyada ishlaydi. Ona har oy kichik summa to'lab yurgan, lekin norma bo'yicha ko'p hisoblangan. Keyin nega qarz chiqdi deb murojaat qiladi. Tekshirilsa, bazada yashovchilar soni ko'p ko'rsatilgan. Agar bu holat vaqtida aniqlansa, ayrim davrlar bo'yicha qayta hisoblash so'ralishi mumkin, lekin buning uchun dalil kerak bo'ladi. Kim qayerda yashaydi? Qachondan beri yashamaydi? Qanday ro'yxat ma'lumotlari bor? Uchinchi misol. Samarqandda pensioner xotin yashaydi. Uy gaz bilan isitiladi. Qishda hisoblagich tez aylanadi. Ular biz faqat 2 kishimiz, nega buncha ko'p deydi. Lekin uy katta, derazalar eski, qozon samaradorligi past. Hisoblagich real iste'molni ko'rsatsa, to'lov ham real iste'molga qarab chiqadi. Bunday holatda imtiyoz masalasidan tashqari energiya tejamkorligi ham muhim. Qozonni sozlatish, gaz sizib chiqishini tekshirtirish, deraza eshikni izolyatsiya qilish, isitish tizimini tozalash, xonalarni keraksiz qizdirmaslik kerak. Chunki gaz bepul bo'lmasa, har bir kub metr pul. 4-misol. Qashqadaryoda yolg'iz qariya ijtimoiy yordamga muhtoj. U mahallada ro'yxatda bor, lekin kommunal kompensatsiya bo'yicha ariza bermagan. U mahalla biladi-ku deb yuradi. Ammo ayrim yordamlar uchun murojaat, tekshiruv, hujjat, bank kartasi yoki boshqa tartib talab qilinadi. Natijada u 1 yil davomida olish mumkin bo'lgan yordamdan foydalanmaydi. Shuning uchun men doim aytaman, huquqingiz bo'lsa, uni rasmiylashtiring. Og'zaki gap bilan kommunal hisob yopilmaydi. Endi eng muhim nuqtalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, bepul yetkazish va bepul gaz bir xil narsa emas. Ba'zan odamlar gaz tarmog'iga ulanish, ballon gaz yetkazib berish, suyultirilgan gaz ta'minoti yoki tabiiy gaz iste'moli tushunchalarini aralashtiradi. Agar siz tabiiy gaz tarmog'iga ulangan bo'lsangiz, siz iste'mol qilgan gaz uchun alohida hisob bo'ladi. Agar hududingizda suyultirilgan gaz ballon bilan yetkazilsa, uning narxi, yetkazib berish tartibi, imtiyozli toifalar va navbat masalasi boshqa tartibda bo'lishi mumkin. Shuning uchun avval aniq bilish kerak. Siz tabiiy gaz haqida gapiryapsizmi yoki ballon gaz haqida? Ikkinchi nozik jihat. Imtiyoz shaxsga berilishi mumkin, lekin qarz abonentga yoziladi. Masalan, uyda pensioner yashaydi, lekin gaz shartnomasi boshqa odam nomida. Agar imtiyoz faqat pensionerga tegishli bo'lsa, tizim uni avtomatik tanimasligi mumkin. Abonent nomi, yashash manzili, shaxsiy ma'lumotlar va ijtimoiy maqom bir-biriga mos kelishi kerak. Aks holda men pensionerman desangiz ham, gaz idorasi bazasida abonent boshqa shaxs bo'lib turadi. Uchinchi nozik jihat. Hisoblagich buzilgan bo'lsa, uni yashirish eng katta xato. Ayrim odamlar hisoblagich to'xtab qolsa, yaxshi bo'ldi, kam yozadi deb o'ylaydi. Bu juda xavfli. Keyin tekshiruvda hisoblagich nosozligi aniqlansa,
Hisob-kitob qayta qilinadi. Iste'mol norma bo'yicha yoki boshqa tartibda hisoblanishi mumkin. Plomba buzilgan, noqonuniy ulanish bo'lgan, hisoblagichga aralashuv aniqlangan holatda esa jarima va katta qarzdorlik chiqishi ehtimoli bor. Ayniqsa keksa odamlar bunday masalada aldanib qolishi mumkin. Ba'zi ustalar kelib men arzon qilib ulab beraman. Hisoblagich sekin aylanadi deb noqonuniy ish qiladi. Keyin javobgarlik uy egasiga tushadi. 4-nozik jihat. To'lov cheklari saqlanishi kerak. Hozir ko'pchilik ilova orqali to'laydi. Bu yaxshi. Lekin to'lov tarixini skrinshot qilib saqlang. SMS va chekni o'chirmang. Ayniqsa ota-onangiz uchun to'layotgan bo'lsangiz. Abonent raqamini bir necha marta tekshiring. Bitta raqam xato ketsa, pul boshqa hisobga tushishi mumkin. Keyin uni qaytarish uchun ariza yozish, to'lov tasdig'ini ko'rsatish vaqt sarflashga to'g'ri keladi. 5-nozik jihat. 2026 yildagi qayta hisoblash deganda hamma qarz avtomatik kechiriladi degani emas. Qayta hisoblash ikki tomonga ishlaydi. Agar sizga ortiqcha yozilgan bo'lsa, kamaytirishni so'rashingiz mumkin. Agar siz kam to'lagan bo'lsangiz yoki eski davrda hisob noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, qo'shimcha summa chiqishi mumkin. Shuning uchun qayta hisoblashdan qo'rqmaslik kerak, lekin tayyor turish kerak. 6-nozik jihat. Ayrim qarzlar eski davrga tegishli bo'lishi mumkin. Masalan, uy sotib olasiz, keyin gazdan qarz chiqadi. Siz bu meniki emas, oldingi egadan qolgan deysiz. Amalda esa abonent shartnoma va uy bo'yicha masalani hujjat bilan hal qilish kerak bo'ladi. Uy olayotganda gaz, elektr, suv, chiqindi, issiqlik kabi barcha kommunal xizmatlardan qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumot olish juda muhim. Keksa odam uyni farzandiga o'tkazayotganda ham shu ishni qilish kerak. 7-nozik jihat. Ijtimoiy himoya bo'yicha yordamlar gaz korxonasi tomonidan emas, boshqa organlar orqali belgilanishi mumkin. Gaz idorasi sizga gaz yetkazib beruvchi va hisob-kitob yurituvchi tashkilot bo'ladi. Imtiyoz, subsidiya, kam ta'minlanganlik, ijtimoiy himoya yagona reyestri mahalla xulosasi. Pensiya yoki nogironlik hujjati esa boshqa tizimlar orqali yuritilishi mumkin. Shuning uchun faqat gaz idorasiga borib, menga yordam bering deyish yetarli bo'lmasligi mumkin. Mahallaga, ijtimoiy himoya bo'limiga, pensiya jamg'armasi yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga ham murojaat qilish kerak bo'ladi. 8-nozik jihat og'zaki va'da hujjat emas. Kimdir siz qariyasiz, sizdan pul olmaydi desa, ishonib qolmang. Har qanday imtiyozning asosi bo'lishi kerak. Qaror, nizom, ariza, ro'yxat, ma'lumotnoma, shaxsiy kabinetdagi qayd yoki rasmiy javob. Agar sizga xodim og'zaki to'lamay turing desa ham rasmiy hujjat so'rang. Chunki ertaga boshqa xodim keladi va tizimdagi qarzni ko'rsatadi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Agar uyda keksa ota-onangiz bo'lsa yoki o'zingiz pensioner bo'lsangiz, bugunoq quyidagi ishlarni qiling. 1-qadam. Abonent raqamini aniqlang. Gaz kvitansiyasi, shartnoma, SMS xabarnoma yoki to'lov ilovasida abonent raqami bo'ladi. Uni alohida yozib qo'ying. Farzandlar ham shu raqamni bilishi kerak. Ko'p muammo aynan abonent raqami noto'g'ri kiritilgani uchun chiqadi. 2-qadam, qarzdorlikni tekshiring. Hududingizdagi gaz ta'minoti tashkilotining rasmiy kanallari, mobil ilovalar, to'lov tizimlari, MyBokkov. Uz yoki boshqa mavjud elektron xizmatlar orqali hisobni ko'ring. Agar imkon bo'lmasa, tuman gaz ta'minoti bo'limiga boring. Mening abonent hisobim bo'yicha hozirgi qarzdorlik, oxirgi to'lovlar, oxirgi hisoblagich ko'rsatkichi va qayta hisoblashlar haqida yozma ma'lumot bering deb so'rang. 3-qadam, hisoblagich holatini tekshiring. Plomba joyidami, raqamlar ko'rinadimi? Hisoblagich ishlayaptimi? Gaz yo'qilganda ko'rsatkich o'zgaradimi? Begona shovqin yoki gaz hidi yo'qmi? Bularni ko'ring. Agar shubha bo'lsa, o'zingiz ochmang, o'zingiz tuzatmang. Albatta rasmiy xizmat chaqiring. Gaz xavfsizligi pul masalasidan ham muhim. Gaz sezib chiqish hayot uchun xavfli. 4-qadam, yashovchilar soni va abonent ma'lumotlarini aniqlashtiring. Uyda aslida kim yashayapti? Propiskada kim turibdi? Abonent kim nomida? Mulk egasi tirikmi, vafot etganmi? Meros rasmiylashtirilganmi? Agar nomuvofiqlik bo'lsa, uni tartibga keltiring. Kerakli hujjatlar odatda pasport yoki ID karta, kadastr hujjati, abonent shartnomasi, meros hujjati, ishonchnoma, pensiya guvohnomasi yoki nogironlik hujjati bo'lishi mumkin. 5-qadam, imtiyoz yoki yordamga haqlilikni tekshiring. Men bu yerda hammani bir xil deb ayta olmayman. Chunki imtiyozlar hudud, toifa, amaldagi qonunchilik va ijtimoiy mezonlarga qarab o'zgarishi mumkin. Lekin siz quyidagi savollarni bering. Men yolg'iz yashovchi pensionermanmi? Kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatdamanmi? Nogironligim bormi? Boquvchisini yo'qotganmanmi?
Uyda nogironligi bor shaxs yoki og'ir kasal bormi? Mahalla meni yordamga muhtoj deb tan olganmi? Agar shulardan biri bo'lsa, mahallaga yoki ijtimoiy himoya organiga borib, kommunal xarajatlar bo'yicha qanday yordam yoki kompensatsiya olishim mumkin deb so'rang. 6-qadam arizani yozma topshiring. Og'zaki murojaat qilib qaytmang. Arizada quyidagilar bo'lsin: FI, manzil, abonent raqami, telefon raqami, muammo mazmuni, siz so'rayotgan narsa. Masalan, mening xonadonim bo'yicha 2024-2026 yillar davomidagi tabiiy gaz hisob kitoblarini tekshirib, ortiqcha hisoblangan bo'lsa qayta hisoblashni so'rayman. Yoki yashovchilar soni o'zgargani sababli hisob kitobni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Yoki to'lov amalga oshirilgan. Ammo hisobga tushmaganligi sababli to'lovni abonent hisobimga o'tkazishingizni so'rayman. Arizadan nusxa olib qabul qilingan sanasi va raqamini saqlang. 7-qadam hujjatlarni tayyorlang. Eng kamida pasport yoki ID karta, kadastr hujjati, abonent raqami, oxirgi to'lov cheklari, hisoblagich rasmi, pensiya yoki nogironlik hujjati, mahalla ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Agar farzand ota-onasi nomidan yurayotgan bo'lsa, ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Ba'zi joylarda oddiy qarindoshlik bilan ham maslahat berishadi, lekin rasmiy ariza uchun vakolat so'raladi. 8-qadam natijani yozma oling. Ko'rib chiqamiz degan gap bilan to'xtamang. Sizga hisob kitob varaqasi, dalolatnoma, qayta hisoblash natijasi yoki rasmiy javob berilishi kerak. Agar rozi bo'lmasangiz, yuqori tashkilotga, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati bor. Lekin avval dalillarni yig'ing. Kvitansiya, ariza nusxasi, javob xati, hisoblagich rasmi, to'lov cheki. 9-qadam. Ota-onangiz uchun nazorat tizimi yarating. Har oyning bir kunini belgilang. Masalan, har oyning 25 sanasida gaz, elektr, suv va chiqindi to'lovlarini tekshirasiz. Hisoblagich ko'rsatkichini suratga olasiz. Ilovadagi qarzdorlikni ko'rasiz. To'lovni qilasiz va chekni saqlaysiz. Bu oddiy tartib keyinchalik katta janjal, qarz va asabiylashishning oldini oladi. 10-qadam. Shubhali odamlarga ishonmang. Men gaz idorasidanman deb kelgan odamdan xizmat guvohnomasini so'rang. Hisoblagichni almashtirish, plombani ochish, qarzni naqd pulda yopish kabi takliflar bo'lsa ehtiyot bo'ling. Rasmiy to'lov faqat rasmiy hisob orqali qilinishi kerak. Ayniqsa keksa odamlar uyda yolg'iz bo'lsa, farzandlari ularni ogohlantirib qo'ysin. Hech kimga naqd pul bermang, hech narsaga imzo qo'ymang. Avval bizga telefon qiling. 2026 yilda qayta hisoblash bo'yicha asosiy xulosa shuki, bu jarayon odamga ham foyda, ham xavf olib kelishi mumkin. Foydasi shundaki, agar sizga noto'g'ri ortiqcha yozilgan bo'lsa, uni aniqlash imkoniyati oshadi. Xavfi shundaki, agar eski davrda xato yashirilgan iste'mol, nosoz hisoblagich, noto'g'ri ro'yxat yoki to'lanmagan qarz bo'lsa, hammasi yuzaga chiqishi mumkin. Shuning uchun hozirdan tartibga keltirish eng to'g'ri yo'l. Men yana bir narsani alohida aytaman. Qariyalarimizni kommunal masalada yolg'iz qoldirmaylik. Ko'p pensionerlar ilovadan foydalana olmaydi, SMS'ni tushunmaydi, kvitansiyani yo'qotadi, xodim bilan tortisha olmaydi. Farzandlar uchun bu 10 daqiqalik ish bo'lishi mumkin, lekin ota-ona uchun bu katta stress. Bir marta borib abonent hisobini tekshirib berish, hujjatini tartibga keltirish, imtiyozga haqli bo'lsa, ariza yozib berish katta yordam. Demak, eng muhim fikrlar shular. Qariyalarga gaz odatda avtomatik bepul bo'lmaydi. Imtiyoz yoki kompensatsiya bo'lishi mumkin, lekin uni hujjat bilan aniqlash va rasmiylashtirish kerak. 2026 yilda qayta hisoblash bo'lsa, bu hamma qarz kechiriladi degan emas. Hisob kitob tekshiriladi, xatolar tuzatiladi, ortiqcha yoki kam hisoblangan summalar aniqlanishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l abonent raqamini tekshirish, qarzdorlikni ko'rish, hisoblagichni nazorat qilish, hujjatlarni to'g'rilash va imtiyozga haqli bo'lsangiz yozma ariza berish. Agar sizda yoki ota-onangizda gaz bo'yicha qarzdorlik, qayta hisoblash, imtiyoz, pensionerlar uchun yordam masalasi bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi viloyat, qanday holat, hisoblagich bormi yoki yo'qmi, qarz qancha chiqdi? Shuni yozsangiz, keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onasi pensioner bo'lgan yaqinlaringizga yuboring. Bitta vaqtida bergan maslahat kimnidir katta qarzdan, jarimadan yoki ortiqcha to'lovdan saqlab qolishi mumkin.